Aziz do'stlar, biz Chikagoga yetib keldik. To'g'risini aytsam, o'zimda ham hissiyotlar juda ham bir boshqacha, chunki ko'rishguncha Cabo Expo'da Handmi lokatsiyada. Assalomu alaykum. Welcome to Cabo Expo 2025. Misol uchun sizga dokument kerak, qaysidir bir driveringizda buni Amazon serverda prilojeniyya qilganmiz. Prilojeniyya vakansiyalarni avtomatizatsiya qiladi. Bir qancha loadboardlarga, masalan bizda Dieti bilan ofitsial integratsiyamiz bor, Trackstop bilan, undan tashqari 200 ta broker bilan Hozirda 500 ta lokatsiya bilan shartnoma tuzganmiz. Amerikaga kelganimdan beri har doim orzum shu bo'lgan. Keyingisini esa lokatsiyasi xudo xolisa e'lon qilamiz. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Aka. Hormaylar, assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Chikagoga yo'lga olyapmiz. Xudo xolisa Central Asian Business Expo logistika sohasida bo'lib, o'zimizning yurtdoshlar, undan tashqari Central Asia aziz qadrdon aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, qozoq, qirg'iz, tojiklar bilan logistika sohasidagi ishlarni ko'paytirish harakatida birga ishlashda va birga ko'rishda harakat qilamiz. Handmi kompaniyasi sizlarga hozircha 200 dan 400 tagacha vakansiya olib kelsa, haftasiga 1000 ta vakansiya va ko'proq odamlarga ish ta'minlashga hamda servislarning sonini ko'paytirishga harakat qiladigan yagona unikalli job va marketplace platformasi. Sog' bo'lasiz. Aziz do'stlar, biz Chikagoga yetib keldik. Ozgina charchaganimiz, xudo xolisa hozir kichkina перекусni qilib, Expo Centerga borib, hamma setaplarimizni qo'yib, ertangi bo'ladigan Cabo Expo'ga tayyor bo'lamiz. To'g'risini aytsam, o'zimda ham hissiyotlar juda ham bir boshqacha, chunki 10 yildan buyon bu sohada ishlasam, ko'plab kompaniya egalari, ko'plab odamlar bilan biznes qilib turib, ularni real hayotda ko'rmaganman. O'sha sababli bu men uchun ham bir qiziqarli bo'ladi. Orqamda esa Chikagoning eng mashhur o'sha joyi Home Alone, Один дома kinosida tushgan koridori. Shuning uchun hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'linglar, kolokольчик bosib, subscribe qo'yinglar, chunki eng qiziqarli ma'lumotlar logistika sohasida Sunnatullo Abduhakimov sahifasida. Sog' bo'lasizlar. Aziz do'stlar, soat ham 10 bo'lib qopti. Xudo xohlasa tayyorgarligimiz zo'r, a'lo darajada. Faqatgina bitta monitorimiz qoldi. Xudo xohlasa Handmi jamoasi, Lucid, Loadmode bizani Expodagi 433-spotda topa olasiz. Kirishdan to'g'ri kelganda mana shu katta Sultan Trans Truck turadi. O'shaning yonida Handmi jamoasi tayyor turadi. Hamma kirib kelganlarga oddiy va oson kirish. QR kodni skan qilasiz va oddiygina Handmi platformasiga obuna bo'lasiz. Aytib o'taman, bizning hozir produktlarimiz bir nechta bo'lgani uchun Handmi Jobs, Handmi Marketplace ikki xil platforma qilib qo'yganmiz. Undan tashqari o'zimizning mini appimiz bor. Appdan foydalanib bemalol vakansiyalarni post qilsanglar bo'ladi. Sizlarni ertaga ko'rishamiz. Ko'rishguncha Cabo Expo'da Handmi lokatsiyada. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Welcome to Cabo Expo 2025, the biggest celebration of Central Asian pride, power, progress, all in one place, Chicago. And we've been trying to create very favorable conditions for IT companies to grow their business in Uzbekistan. And for the past several years, we are already very successful in attracting many international companies to Uzbekistan. The power of unity. When we unite, we can do things together. O'sha yildan boshlab GMni boshlaganman. Keyin STM ishga operatsion menejer,
keyin Muzon, Muzaffar aka bilan Sharof aka, keyin undan keyin o'sha Muzonda ozgina ishlab, Kaliforniyaga ketganman, o'sha app ideyalar o'sha payt kelgan. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Zo'rmisiz? Charchaysizmi? Rahmat aka, o'zingiz Mana ko'rsatyapsizlar bu. O'sha hozir 3 ta produktimiz Handme, endi ko'p 500 dan ortiq kompaniya foydalanadi servisimizdan. 25 mingta odam o'tiradi. Hozirgi vaqtda haftasiga 200 dan 400 tagacha vakansiya chiqadi bizda. Rekordimiz Ramazon oyida bo'ldi. Bu vakansiyalarda O'zbekistondan ham siz bo'ladi. O'zbekiston. O'zbekistondan 80% O'zbekiston. 25 ming job seekers. 25 mingta hozircha. Job posting 450 ta haftasiga. It's per week. Outsourcing juda ham rivojlanyapti. Biz hozir yanada skalamizni ko'tarib Bu programma orqali ishlaydi. Biz freelance bo'lib ishlaydi. bu Telegram kanal asosida paydo bo'lgan ideya. Hozirgi vaqtda AWS da Amazon serverida priложение qilganmiz. Priложение vakansiyalarni avtomatizatsiya qiladi. Algoritm sifatida AI orqali match rate topadi, intervyu schedule qiladi. Hozir O'zbekistondagi UCL harsinkalarga sales agent operatorlarga qo'l beryapmiz. Chunki ingliz tilida asosida paydo bo'lganda biz vakansiyalar faqat ingliz tilida qilamiz. Nimaga? Chunki O'zbekistonda birinchi bo'lib Lucy Logistics Academy ochganimda o'shanda Bahodir aka bilan ham ancha gaplashdik biz o'sha bo'yicha. Maqsad nimasiga 2020-yilda payt odamlar ishonmagan. Ingliz tilida o'qib yurib, Amerika va boshqa davlatlarga просто O'zbekistonda ishlash ketmasdan. Chunki men ketib ko'rdim. Foydasiga O'zbekiston turib zo'r pul topyapti. O'zimda trak kompaniyam bor. 150 tacha trakim bor. U yoqda ham 100 tacha ishchi bo'lsa, ba'zilari menejer bolalar mendan ko'p pul topadi. O'zbekistondan olib. Masalan, 4-5 yil ishlagan. Hammasi Handme orqali kelgan. Ba'zilari o'zimda Lucidda o'qigan. Uni ko'paytirishni vaqti kerak. Scale up O'zbekistondan odam ko'paytirish. O'zbekistondan odam bitta Hozir zakaz bor. zakaz juda ko'p. Aziz do'stlar, ko'pchiliginglar bizani Handme bordimizga keldinglar. Hammanglarni ko'rgandan xursandmiz. 500 dan ortiq kompaniyalar bizning platformani ishlatadi. Undan tashqari Ministerstvo texnologiya va undan tashqari katta law firmalar bilan gaplashib, sizlarga ajoyib yangiliklar, integratsiyalar, xudo xolasa Amerikaga kelib ketish yo'llarini ham Handme sizlarga yordam beradi. Mayli, buni qo'yamiz, sizlarga zo'r yangiligim bor. Ko'pchiliginglar Quick Manage bilasizlar, to'g'rimi? Bekordan bekor gapirmayman, oddiy narsani maqtamayman. Ketdi, sizlarga ko'rsataman. Tanishinglar, meni yaqin akam Hasan aka. Quick Manage'da co-founderi. Quick Manage istoriyada Handme'ning eng birinchi sponsorlaridan biri hisoblanadi. Sababi Handme'ga ishongan va Handme'da umid ko'rgan birinchi kompaniyadan bittasi. Hozirgi vaqtda Quick Manage'da 250 tadan ortiq tracking kompaniyalar o'zini biznesini boshqaradi va track management qiladi. Hasan aka, Quick Manage haqida ozgina qisqacha ayta olasiz, nimaga kompaniyalar tez, shunaqangi tezlikda o'tib ketyaptiki, shu kundan kunga rivojlanib, mashhur bo'lib ketyapti. Buni asosiy sababi kompaniyalarning Quick Manage'ga o'tishidan bizning maqsadimiz barcha menejmentni bitta joyda qilish. Har xil turlar, o'zi kompaniyalar shu narsadan charchagan. Kompaniya sifatida siz bundan ham charchagansiz. Har xil turlarni ishlatasiz. Driver hiring, onboarding, accounting yoki boshqa. Dokumentatsiya, Misol uchun sizga dokument kerak, qaysidir bir driveringizda. Bu narsada biz gaplashganmiz ko'p bora. Bu narsalarning hammasini biz bir joyga jamlab berishga harakat qilyapmiz. Bu narsani amalladik, ancha qismini xudo xolasa. Xudo xolasa juda zo'r. Yana yaxshi katta futurelarimiz bor keladigan, xudo xolasa. Ozgina sizlarga interfeysdan ko'rsataman. Bu hali ko'p klientlarga publish bo'lmagan zo'r insight. Xudo xolasa har bitta kompaniyaning CEOsini
o'zini bordi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, interfays a'lo darajada qilingan. Men to'g'risini aytsam, Huntme'ning logosini juda ham yaxshi ko'rardim, lekin sizlarga tuzov sirni ochaman. Quick Manage infografikasini undan ham ko'p sevaman. Aziz do'stlar, men bu infografikalarni o'ziga bir bebaho deb hisoblayman. Chunki shunaqangi fokus bilan yasalgan, что har bitta track kompaniya egasi, o'zim ham включительно ularning удобствосini juda ham yaxshi ko'raman. Shu sababli aytganimdek, bekordan bekorga bekor narsani maqtamaymiz. Huntme'da chiqadigan eng birinchi sponsorimiz va eng katta hozirgi vaqtda temasdan bittasi Quick Manage deb men o'zim uchun hisoblayman. Rahmat, Sunnat. Aziz do'stlar, ketdik. Bu Utility degan kompaniya zo'r treyler qiladi. Bular ham o'z reklamasini olib kelib qo'yibdi. Bu yoqdan ko'rib turganingizdek, hi, how are you? Good man. Heavy duty oil kompaniyasi ekan. You want to say something about yourself? Sure, would be great. Hi. Can you Very good afternoon. We have a very good show here. I'm from Lubbock Squad of Illinois. We are manufacturer and distributors for the API OEM's certified product, and we do all lubricants, parts, tires, and we are very legit, and our product is very competitive, and we really enjoyed it, and we have a lot of vendors and customers we got in this show. Nice. It's a good show for us, and we have another show next month in Bolingbrook. Nice. I would looking forward to go and attend to that one as well. Thank you very much. Thank you. TSS kompaniyasi bilan zo'r hamkorligimizni boshlayapmiz. Aynan Huntme obunachilari uchun va o'sha katta auditoriya uchun 500 ta kompaniya uchun eng zo'r diskountlar Huntme'da bo'ladi. Shuning uchun bemalol, kстати, mana o'zlari kelyaptilar Muhiddin aka. Xudo xolasa mana hamkorligimizni boshladik. Barakali bo'lsin. Muhiddin aka, shop haqida ozgina informatsiya berasizmi? Yaqinroq keling. Bizning shopimizda assalomu alaykum avvalambor obunachilar. Bizning shopimizda Dayton Ohioda joylashgan bo'lib, barcha xizmat turlarini ko'rsatamiz. Trakligi, ya'ni body shop ham bor, mexanika ham bor, elektriklar ham bor. Nima xizmat kerak bo'lsa, trakchilarga hamisha biz tayyormiz. O'tgan ketganinglarda kelib tursanglar, choy poyani qilamiz. Dayton Ohio, one of the most past areas in the United States. Whether you go to the west side, whether you go to the east side. Oramizda dispetcherlar, YouTube'dagi obunachilarimiz, aziz do'stlar, o'zim ham dispetcher bo'lganman, juda yaxshi bilaman. Shuning uchun hali sirlarni ochmaymiz hamkorligimizda, lekin o'sha Huntme platformasida sizlarga a'lo darajada chiroyli qilib объявление beramiz. To'g'rimi, Muhiddin aka? Rahmat kattakon. Charchamaysiz, sog' bo'lasiz. Ishlaringizga rivoj. Sizga ham aka, rahmat. Sog' bo'ling. Hamida Pride Truck Center, Sultan Transport shoplari. Manimcha assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisiz, tuzimsiz? Mana shuni ovozingiz. Xo'p. Ismingiz? Aka, o'ziga yaqinroq. Ismim Javohir. Javohir aka, tanishganimizdan xursandmiz. Men ham juda xursandman. Mening ismim Sunnat, Huntme kompaniyasining asoschisiman. Hozirgi vaqtda bilasiz, biz o'sha kompaniyalarga sizlarga ham, shu Sultan Transga ham yordam beramiz. Rahmat. Samarqandda, Toshkentda ishchi topishga. Rahmat. Pride Center ochilgan qancha bo'ldi? Bizlarni Pride ochilganiga 4 yil bo'lyapti. 4 yil bo'lyapti. Nechta customer kuniga keladi? Average. Kuniga yangi customermi yo o'zi в целом average? Bizlar основной konsentrированы на Sultan tractorlarga основной. Lekin publicga ham ishlaymiz. Alhamdulillah 4-5 ta постоянно kompaniyalar bor. O'zimiz bilan ishlaydigan Efficient degan kompaniyalar bor, Chermak degan kompaniyalar bor, Tesco degan kompaniyalar bor. O'shalar bilan ishlayapmiz. Hozir bizlarda yaqinda mana road service ham ochdik. Alhamdulillah road service ham qilamiz. Zo'r. Kuniga Xudoga shukr, mana 4-5 ta trak chiqaramiz. Zo'r, zo'r. 3 ta 4 ta treyler tayyorlab chiqaramiz. Trak, plakat, treyler shu yo'lga nima bo'lsa, zo'r faoliyat ko'rsatamiz. Juda zo'r aka. Huntme marketplace'da o'zingizlarni shopinglarni joylasanglar bo'ladi. Mana TSS ham o'zini boshladi. Chunki bizda auditoriya juda katta bo'lgani uchun kompaniya egalari ham, ishchilari ham o'tiradi va bu sizlarga zo'r auditoriya bo'ladi deb hisoblayman. Xudo xolasa. Обязательно o'ylab ko'ringlar. Murojaat qilsanglar, bemalol Huntme'ga olib qo'yish qilasizlar. Rahmat. Rahmat sizga. Hamma yangi Volvo'ni ko'rgan bo'lsa, yana bir bora ko'rsatib qo'ymoqchiman. Dahshat chiqarilgan. Transformer kinosini ko'rgan bo'lsanglar, Optimus Prime bo'lardi. O'shanga o'xshab ketadi. Oldi basharasi. Chiroyligini qarang. X-Guard firmasidan Birgardlar. X-Guard ham reklamaga pul to'lagan ekan, savol berish kerak. Lekin Volvo juda chiroyli chiqqan. Mayli. Oramizda ko'p dispetcherlar bor, logistlar bor, bilasizlar. Biz asosiy maqsadimiz shu kompaniyalarni ko'proq sizlarga yetkazib berish.
ko'pchilik bir-biridan so'raydi, lekin ko'p kompaniyalar bilmaydi. Kelinglar, tez ko'rsatib olamiz. Manimcha bu IT kompaniya. Ilazgin savol beramiz. Здравствуйте. Вы не против, если у вас небольшую информацию возьмем? Да, конечно. Меня зовут Сунат, я владелец компании HuntMe. Мы предоставляем HR-логистические услуги для аутсорсинг-компаний. То есть через нас люди находят работу. Основная аудитория сейчас у нас Узбекистан. Вы, откуда вы? Казахстан, Кыргызстан? Мы с Кыргызстана, да. Вот мы сейчас планируем тоже как бы работать, сотрудничать с Кыргызстаном, Казахстаном, Туркменистаном для развития этой индустрии, потому что когда мы только начинали, это были причины тому, что больше людей начало входить в легкостью нашей платформы. Мне бы хотелось узнать про Osman Software Solutions. Да, конечно. Мы компания, мы занимаемся именно разработкой софтвера. Это начиная от веб-сайтов, мобильных приложений и кастомных софтвер. Это может быть CRM-система какая-то, да, то есть что нужно бизнесу, мы это им делаем. Да. Отлично, отлично. А у вас разработчики здесь находятся или в Кыргызстане? У нас половина команды здесь находится, а другая половина в Кыргызстане. Понятно. А вы сами как фаундер, я понимаю, да, вы сами и кодер? Да, я сам девелопер, да, мой партнер, кофаундер тоже, он тоже девелопер. Классно. Да, у нас опыт. Я считаю, что самые лучшие компании, которые добиваются успеха, это когда сам фаундер является специалистом. Я сам тоже диспетчер, Отлично, так что да. я вас прекрасно понимаю. И, кстати, я думаю, HuntMe может сотрудничать с Османом, потому что мы как раз-таки сейчас разрабатываем нашу платформу на веб, переходим уже. И я думаю, можно проконсультироваться и поговорить о сотрудничестве. Да, отлично. А если у вас еще будет наймы сотрудников именно в IT-сфере, давайте тоже об этом Как раз-таки министр технологий Узбекистана сегодня подходил и предложил, чтобы они свои технологические вакансии тоже ставили на HuntMe. Мы помогли не только Узбекистану, но и всей Центральной Азии. Отлично. Так что я буду сотрудничать с вами, буду рад. Все. И, конечно же, буду рад помочь. Отлично, приятно. Hi man, how are you? We talked with you yesterday, right? Yeah, Vlad. So Arnata is, we talked with Georgi yesterday. It's also an AI agent software platform which actually working on integrating the AI into logistics industry. I heard the great news that they've been on the market for over 8 years. And interesting how, can you tell me a little bit about your company? Can you close? Yeah, of course. So we're basically building AI agents for the logistics industry and actually for each role in the logistics industry. So we have the trucking side that we're working with and also the brokerage side. Basically it just works like a human being. Think of it as a human being, another team member of yours. So the onboarding process works the same exact way as you would onboard a human. If dispatchers and updaters watching, you're not being replaced, you're being turn it into a superhuman. So remember, AI is not your replacement, it's actually your helper. Yeah, exactly. So it's, a lot of people are thinking, my job is going to be gone. Yeah. That's probably not until like 5-10 years from now, but human always needed. Yeah, exactly. You have to have whoever says. Yeah, whoever will manage the AI. Whoever says they're gonna, they can replace human task 100% of the time. I think they're BS. They're wrong. Yeah. Okay. But up to I would say like 95% of the tasks can be automated with AI, and what we usually see with our clients, we see like almost 10 times productivity boost when they're using our AI, along with their dispatchers. Nice. So, cool, man. Thanks a lot. Итак, друзья, мы пришли в Gemini Solution School. Здравствуйте, можешь, пожалуйста, представить себя? Здравствуйте, меня зовут Лизат, я фаундер Gemini Solutions, школа. У нас есть 2 курса. Курс диспетчеров, редиспетчер, так как траковые компании очень нуждаются сейчас именно в диспетчерах. Очень много водителей, маркет не такой сильный. Katta IT sohasi tadbirkor Akmal aka oldiga kelyapmiz. Hozir ko'pchilik eshityapsizlar, AI updater, AI agent hozirgi vaqtda ko'pchilik O'zbekiston tanigan yaxshi tadbirkor. Logistika sohasi Amerikaga zo'r integratsiya va yangilik olib kiryapti. O'sha narsani sizga hozir qisqa ma'lumot aytib beraman. Akmal aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ozgina mikrofon. Akmal aka, biz bilasiz, o'sha HuntMe platformasi odamlar, kompaniyalarga ishchi topishga yordam beramiz. Platformangiz haqida
qisqacha ayta olasizmi, Numeo'ning maqsadi, missiyasi nima hozirgi vaqtda? Numeo bu raqamli ishchilar yaratish kompaniyasi, Digital Workforce deydi va biza o'sha AI bilan ishlaydigan raqamli ishchilar yaratish ishlayapmiz. Birinchi produktimiz bu spot bozorida, ya'ni o'sha carrier yuk tashuvchilar uchun spot bozorida yuk topishni osonlashtiradigan agent qilganmiz. Bu bir qancha loadboardlarga, masalan bizda DAT bilan ofitsial integratsiyamiz bor, Trackstop bilan, undan tashqari 200 ta broker bilan ulanganmiz va shularni anaqasidan foydalanib, loadlarni hammasini analiz qilib, kompaniyaga eng yaxshi yuklarni topib, ularni brokerlar bilan ovoz, voice AI yoki bo'lmasam email orqali savdolashib, o'sha tez zakazni olishga yordam beradi. Zo'r. Aziz do'stlar, Akmal akam kamtar odamlar, lekin o'zingiz faraz qilyapsizmi? DAT bilan uncha kompaniya integration qila olmaydi. Shuni ochiq aytaman, o'zim 10 yildan buyon bu sohada bo'lsam, logistikada uncha kompaniya DAT ga yaqin kela olmaydi. Akmal aka undan tashqari 200 ta broker bilan qisqa vaqt ichida connection qildi. Highway bu narsaga 10 yil ishlatgan. Shunchaki bu qisqa metraj rezultatlar Akmal akaning harakati bilan bizda eng zo'ri interfays ko'rsatasizmi? Anaqa mashqga ekranni anaqa qo'ying, qo'yib yuboring. Keyin Numeo'da biz yaqinda updater agent ham ishga tushiramiz. Update qila oladi. Hammasini o'sha birinchisi xos qotgan ishimiz bu yuk olishgacha bo'lsa, keyin yuk olgandan yetkazib berguncha butun prosessni agent boshqara oladi. Zo'r. Shu narsani qo'yamiz. Qaranglar, bemalol DAT dan post qilingan yuklar, undan tashqari galочка qo'yib tekshirilgan bu degani, mana bu yerda brokerning ismi, mana keyin broker sanaqasidan tashqari qanaqadir warninglar bo'lsa, anaqa ko'rsatadi. Keyin mana masalan factoring ham sразу chek beradi. Sразу shu yerda o'zida. Plus anaqani ko'ring, sort qiling, rate bo'yicha. Sizni keyin historical date yo'q, buni emas, ma'nosini. Historical butun anaqa knowledge biladi. Mana o'sha ishlagan bo'lsangiz, mana brokerlar bilan ko'rsatib beradi, qanaqa anaqa rate'lar olgansiz oldin, qaysi lane'larni bu broker bilan qilgansiz. Sразу shu yerda enrich qiladi hamma datani. Butun hamma dispatcheringiz performansi bo'yicha analitika ham beradi. Zo'r. Yana bir bor aytib o'taman, bu sizlarni o'rninglarni yopish emas yoki sizlarni o'rninglarni bosish emas. Aksincha, sizni superhuman, universal odam, KPI'larni oshishi va undan tashqari zo'r rezultatga erishish imkoniyati AI orqali bo'ladi. Va ko'rib turibsizki, o'zim dispetcher bo'lganimda ham Ring Central, ham DAT, ham factoring kompaniyani vkladkasini ochardim. Endi esa Numeo orqali bitta klik bilan 3 ta narsani bajarib, yana bitta narsa ayting. Emailga ham kirish shart emas, email ham bot integrated, Ring Central ham integrated, VPN ham ishlatishmaydi. Agar misol uchun bizani joydan O'zbekistondan kirayotganda DAT bilan Ring Centralga VPN ishlatishadi, VPN ham kerak emas. Plus bu yerda toll info hammasi anaqa toll guruga ham pul to'lashmaydi. To есть hammasi anaqani ko'rsating, toll cost analysis. Bilasizlar, toll qidiramiz biz har doim. To'lda ham ko'rsatib beryapti. Dispatcher agentga kiring, mana любой loadingizda hozir o'zi decision qilishda ham buni ishlatadi. Hozir to'xtang, load bo'lsa. Mana oching любой anaqani loadni, masalan shuni oching, mana bu map and costs-ga o'ting. Mana hozir profitability analysis qilib ko'rsatib beradi. Shu load anaqangizda tollari bo'lsa hammasini mana ko'rsatib beradi. Yaqinroq kelgan. Toll yo'q. Toll boshqasini oching, to'li bor. любойni oching, masalan. Yaqinroq ko'rsatganingizgina. Aha. Mana ko'rib turganingiz do'stlar, juda udobniy. Bemalol mana Kaliforniyadan Yutaga yuk ketyapti. 48 futli treyler, 20 ming pound, Total College Logistics. Brokerga e'tibor bermaymiz, lekin yukni o'zi juda zo'r. RPM, rate, MPG, trackinglarni qancha rasxod bo'lishini ham ko'rsatib, oxirida profitdan bo'ladi. Bu degani, men kompaniya sifatida egasi, endi siz dispetcher bo'lsangiz, sizni olganingizda men Numeo orqali qancha profit topib kelishingizni bilib turaman. Undan tashqari qancha menga rasxod topib kelishingizni ham ko'rsatib turaman. Bu juda zo'r qulaylik. Men o'ylayman, bu nima deydi, bu sohadagi bitta know-how, haqiqatan ham odamlar bu narsani hozir tushunishni anglayapti, lekin siz agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, обязательно biling. AI baribir bizning hayotimizga kirib kelyapti. Bundan qochish emas, bu bilan do'stlashish kerak va bu bilan ishlash kerak. Shuning uchun yangiliklarga harakat qilinglar. Akmal aka, rahmat sizga. Rahmat kattakon sunnatlarga ko'p bo'ldim. Otabek juda busy odam. Buni tutib olish ham qiyin. Eng aktiv ukalarimdan bittasi. Arlanda ko'chib kelgani ko'p bo'lmasa ham, hammani bir o'ziga tanib olgan. U ham ko'p proyektlar qiladi. Juda aktivniy bola, talantli voy. Alhamdulillah. Biladi, o'zi shunaqa momentlarimiz bo'ldi. Hech qayerda aytmaganmiz, lekin Otabek bir paytlar aka, hali ko'rasiz. Yadabiyuz dedi. O'sha paytda traki bilan nimadir bo'lib qoldi bitta kompaniyasida. Men aytdim, Otabek ketdim. Otabek dedim.
Nima his qilasan dedim. O'sha payt matchdan chiqdik. Kechqurun gaplashtirdik, keyin aytdim. Hali ko'rasan dedim. Shunaqa narsalar bo'lib ketadi, o'zing ishonmaysan. Just qilaver. Hech kimni quloq solma. Yo'q, aka. Конечно dedim. Bu bo'lmasa boshqasi. Qayerda ishlashni aytib o'tirmayman, lekin eshiklar ochildi. Ishonch paydo bo'ldi. Bu nima degani? Men конечно buni hech hand qila olmadim. Vechnim buni hand qilmoqchi bo'lgan paytim buni stavkasi ko'tarilib ketadi. Men pulim yetmaydi. Lekin hozir zo'r narsa qilgan, o'sha solution haqida sizlarga aytib beramiz. Tadadadan deydi-ku. Amerikaliklar qilgan narsani o'zbeklar ham qila oladi. Bundan zo'r qila oladi. Appni ishlatgan odam mazza qora. Shuni ishlatayotganingizda kompot ichishga o'xshaydi. Swipe qilasiz. Chunki boshqa bitta amerikanlar yaratgan app bor, uni ismini aytmaymiz, lekin ularni ishlatsangiz, uzr. Umuman user friendly emas va juda eskicha qilingan. Endi esa noodatiy holda yangicha solution topildi. Uning ismi Park My Trucks. Aziz do'stlar, unikalniy решение, aynan parkovka muammo bo'lsa, agar bu videoni bilaman YouTube'imda kompaniya egalari ham ko'radi, dispetcherlaringiz ko'pincha o'sha boshqa kompaniyadan reservation olib qo'yadi, o'sha payt sekin Park My Trucks aytib qo'ying, kam bo'lmaysiz. Handmi sizni sponsor qiladi. Xudo xolisa. Park My Trucks aytadigan bo'lsak, o'rtoqlar, yana bir bor assalomu alaykum. Truck kompaniyasi bor akalar, Truck bor akalar. Bu appimizni va veb-saytimizni parkmytrucks.com bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Parking all over the US. Hozirda 500 ta lokatsiya bilan shartnoma tuzganmiz. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Sekin-sekin bittadan qo'shilyapti. Har bitta spotlar, secure spotlar bo'ladi. Kirasiz, xohlasangiz daily, xohlasangiz weekly, xohlasangiz monthly, xohlasangiz yearly o'sha spotlarni reserve qilsangiz bo'ladi. Har bitta trackingizga. Juda ham oson, kirasiz, to'laysiz, borasiz, qo'yasiz. Bo'ldi. Xuddi shunday aziz do'stlar, ko'ryapsizlar, ba'zida yechimlar atrofimizda, biz faqat uni topa olmaymiz. Shunaqa gaplar. Otabek, bir narsani tushundim. Rabbay. Qiyin paytlar naborot motivatsiya berar ekan. O'shanga o'rtoqlar qiyin paytlardan xursand bo'lish kerak. Слабые времена создают сильных людей, а сильные времена создают слабых людей. Shuning uchun, друзья, оставайтесь сильными и не будьте слабыми. Так что мы здесь. Keyingi proyektimizdan yetib o'tib deylik. Ayting. Bo'ldi. Ming bor uzr. Otabek bilan yaqinda hamkorlikni boshlaganmiz. Bilasizlar, marketplace'imizda bizda vendorlar soni ko'payapti. Endi Otabek ikkinchi vendor bo'lib kirdi. Quick Manage'dan keyin TBC fuel kartalari. Bu fuel kartalarni biz e'lon qilish sababi, ovoz uchun ozgina kechirasizlar. Sababi u fuel kartalarda siz haqiqiy diskountlarni olasiz. To'g'ri, oramizda kimdir aytishi mumkin, "Yo'q, bu yaxshi diskount emas." Siz cash bilan pul to'lab, keyin ishlatsangiz, albatta sizga zo'r diskount beradi, chunki o'zingizning pulingizni ular aylantirib sizga qaytarib beradi. Lekin bu yoqda siz kredit limit olasiz. Va o'sha sababli Handme platformasida aynan Handmechilar uchun 7 kun davomida virtualniy karta yonadi. Bu degani, hech qanaqa kartani sizga ship qilmasdan siz ishlatib, ko'rib, yo'qsa dalsha davom ettirasiz. Shunaqami Otabek? 5 ta eng katta truck stoplarda ishlaydi. Haftasiga 400 dan 600 dollargacha qoladi har bitta truckdan. Bunaqani hech kim bermayapti hozir. Bu ana aldash emas, haqiqat. Otabek yonimizda. Shuning uchun nima deydi? Yoningdagi odam bilan do'st bo'lib, qo'shning bilan hamkorlik qil dedi. Otabek, tabriklayman proyektlar bilan. Barakasini bersin, gazni bosinglar. Rahmat. Hurmatli do'stlar, ko'pchiliginglar eshitibsizlar, ko'ryapsizlar Central Asian Business Expo'da yuzlab kompaniyalar qatnashyapti. O'zbekistonda ham qatnashgan bo'lsangiz kerak, agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz. O'sha eng dolzarb, eng katta eksponi asoschisi, sababchisi, shuncha kompaniyalarni birga bitta joyga yig'gan, yuragi va keng bo'lgan inson O'shanbek aka. Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ming bor ming rahmat aka. O'zim nomimdan, jamoamiz nomidan hamda menimcha mana shu yerdagi har bitta vendor nomidan sizga rahmat aka. Biza yanada ko'proq support qilishga, financially support qilishga, sizni tepaga ko'tarishga va shunaqa eksponi yanada katta darajaga olishga biz har doim xursand bo'lamiz. Handme jamoasi. To'g'risi, bu yoqda men kursdoshlarim O'zbekistonda 10 yil oldin ko'rishgan kursdoshlarim kelib o'shalar bilan ko'rishdim. O'zimni haydovchilarim, kompaniya asoschilari, platformamizni ishlatadigan odamlarni yuzma-yuz ko'rib, qanaqa hissiyotlarga bo'lganimni soatlab aytib berishim mumkin.
O'shaning uchun aka hammamiz ozgina charchadik, ko'p vaqtingizni olmayman aka. Central Asian Business Expo'ni asosiy maqsadi aka bitta sentence'da ayta olasizmi shu aziz do'stlarimiz tushunishi uchun, chunki men his qilaman, lekin shu auditoriyamiz ham sezishi uchun. Albatta. Markaziy Osiyo biznes jamg'armasini biz tuzganimizni eng birinchi sabablaridan biri bu bizni Markaziy Osiyoda millat illat bo'lib bo'linib bir-birimizga nafrat oshib ketganligini oldini olishlik. Men o'zim Qirg'izistonlik, o'zbek sifatida va Tojikiston bilan granitsada yashagan, o'sha tug'ilib o'sgan inson sifatida Toshkentdan 3 soat uzoqda turaman, lekin 21-yili birinchi marotaba Toshkentga bordim. Wow. 38 yillik hayotimda. Nimaga? Chunki chegaralar yopiq, borish yo'q, muomala yo'q, biznes yo'q. Amerikaga kelganimdan beri har doim orzum shu bo'lgan. Biz bir paytlar Turkiston bo'lganmiz. Turkistonning ichida nechta millat yashagan bo'lsa ham, bir davlatga xos bo'lib, bir qirolning orqasida yashaganmiz tinchgina. Bizni Mo'g'ul balosi, Rus balosidan keyin shunaqangi dushman qildiki, bular bir-birimiz bilan bordi keldi qila olmay qoldik. Qirg'iz tojik bilan, o'zbek qirg'iz bilan muammo bo'lib, lekin Xudoga shukr bugungi kunda davlat boshchilarimiz birgaligida granitsalar ochildi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston, Tojikiston bilan Qirg'iziston hammasi ochildi, bizneslar rivojlanyapti. Amerikadagi bizneslarning nomidan qanday gapira olamiz? Kamida 50% dan oshiq biznes egalari millionerlar. Mashallah. Bir yilda qancha millionlagan dollar pulni O'zbekiston Markaziy Osiyodagi ishchilarga transfer qilib beradi. Tarqatishadi. Endi bizning maqsadimiz Amerika siyosatiga ham, Markaziy Osiyo siyosatiga ham ta'sir berib, bizneslarni birgalikda rivojlantirish. Zo'r. Masalan, bugungi bo'lgan eng zo'r xabarlardan bittasi o'sha bir o'zbek akamiz paypoq sotyaptilar. Agar ko'rgan bo'lsangiz. Ha, ko'rdim. Orqa tomondan hech qanaqa klienti yo'q. U inson paypoqlar bor edi, menga telefon qildi, aka dedi, pulim yo'q dedi. Paypoqlarim bor dedi. Agar bo'sh joyingiz bo'lsa keling. Ha. Bo'ldi aka, keling. Ishonasizmi? Travel Centers of America bilan deal qilibdi. TA bilan. Yo'q. 300 ta shopi bor bilasiz. Amerikada. TA'ni главный sales'i kelib, paypoqlaring menga yoqdi, bizni shoplarimizga qo'ymaysanmi deb o'zi taklif qildi. Wow. Bu narsa men shunga o'xshagan narsalarni eshitib xursand bo'laman. Qarangchi, TA American founded one of the biggest truck stop. Eng katta truck stoplardan Travel Center. Ko'p dispetcher logistlarimiz biladi uni. Qarangki, mana shu o'zimizda hamyurtimiz asos qilgan Central Business Expo'da keldi. Labsda ham spoti bor edi. Qarang, amerikaliklar ham bizni Central Asian hamyurtlarni o'rnini sezyapti. Gulshanbek aka, bu katta yutuq aka. Rahmat. Rahmat sizga yana bir bor akajon. Ishlaringizga omad. Xizmatlar bo'lsa, aziz do'stlar, yaqinroq olib Central Business Expo 2025 Chicago, Illinois. Keyingisi esa lokatsiyasi xudo xolisa e'lon qilamiz. Hammangizga rahmat. Rahmat. Aka. Sog' bo'ling aka.